111. Qancha oldi aka bu? 46 oldu. Bunajın. Aka qancha oldi shul turpoq? Qanchaga chiqdi? Bunlar qancha kilo? Satılmadı deydi. Turpoq qancha oldi do'stim? 27 oldu shul urg'achi turpoq. Assalomu alaykum hurmatli Uchqun Media YouTube kanalining ko'ruvchilari. Bugun 1-avgust 2021-yil. Biz hozir Uchqun mol bozorida turamiz. Chiqaverishdagi satilgan realdo uylardan basin bilasiz. Bardingizlar bizning kanalga yozilib, qo'llab, kommentar yozib, like bosib turingizlar. Tak. Qancha oldi aka shu? 37.500 bo'lib tur shul. Urg'achi Bunajin. Chash turpoq. Turpoq qancha oldi aka? 15.000 bo'lib tur. Og'ir ekan. Hava qancha oldi? 66 qisir o'xshaydi. Qisir uy 66 bo'lib tur. Turpoq qancha oldi aka? 19. 19,5 bo'lib tur. Erkak ekan. 19.500 bo'lib tur. Aqsaqal qancha oldi turpoq? 23.000 bo'ldi. 23.000. Cho'ng ekan biroq arzon tushdi. 23.000. 10.000 bo'lib tur shu soliq. Taqsir qancha oldi? 64. 64 deydi. Qancha oldi aka sizniki? Qancha oldi basi? Nolcha? 44 bo'lib tur shu. 44.000 bo'lib tur. Qanchadan oldi aka bular? 80 dan. 80.000 so'mdan bo'lib tur. Qisir ekan. Je bo'z bu. Qancha oldi aka Bunajin? Men shoqilib, aytib qo'y, to'lab qo'y. Basi qancha oldi puli? Qancha bo'ldi? Buqa qancha oldi aka? Buqa qancha oldi aka? 2,5. 2,5 deydi. 80.000 bo'lib tur shunda. Qaysi taraf qolgan? Qancha oldi aka? 35. Biz bu yoqqa. Urg'achgan 35 bo'lib tur shunda. Toshto'lakan yoqqa bo'lsa mayli. Qo'zlar qanchadan bo'ldi aka? 12.700. Ekovi. Eko 12.700 bo'lib tur. Qisir o'xshaydi aka, qancha bo'ldi bular? 60 qancha? 61 dan bo'lib tur. Turpoq jo'q uylar. Aka qancha oldi shul? 110.000 bo'lib tur shul. Qancha oldi aka shul son? 50.000 bo'lib tur shul. Son. 50 bo'ldi va? Qancha oldi aka turpoq? Hava. Qancha oldi turpoq? Yo'q senda. Ya men qo'ydan ko'rib. Qo'zlar qancha oldi taqsir? 7 dan bor. Urg'achi uchotang? Uchotang erkak ekan. 7.000 dan bo'libdi. Josh qo'zlar. Aqsaqal qancha oldi turpoqlar? O'tmadi. O'tmay qoldi, qop. Qanchaga chiqdi? Bir erkek bir urg'achi turpoq ekan. Sotiladi deydi. Bunajin qancha oldi aka? 39 bo'lib tur shul. Turpoq. Qanchadan bo'ldi aka turpoqlar? 34 dan bo'lib tur. Erkak ekan. 25 bo'lib tur shul turpoq erkak. Astamanga. Bobuga kel. Mana san qancha oldi aka? Ha, satasinglar va. Taqsir turpoq qancha oldi? 34,5. 34.500 bo'lib tur erkak. Sonlarcha aka, qisirlar. Qancha oldi aka bular?
Satılmadı deydi. Qancha oldu aka bu qisir bu? Qancha oldu? 48. 48 bo'lib tur. So'yish qolib tur shu qisir uyda. 48 bo'ldi. Ha. Qancha oldu aka buqa? 73 bo'lib tur shu. Torpoq qancha oldu va? Torpoq. Puli qancha oldu va? Qancha oldu aka shu qisir? Ha, bo'l, mo'l. Qancha? 46. Buqa qancha oldu? Haydi, haydi. Boralar, ichkariga boralar, ona olar. 29 bo'lib tur shu. Erkak torpoq. Qancha oldu aka? 32 bo'lib tur, urg'a chiqqan. Taqsir san qancha oldi buna berka? 70. Narqicha? 70. 73, 70 deydi. Jelinleri çoğun ekan dostlar, ekon teng. Şu qo'lun 35 ming oldu. Urg'a chiqqan. Bunacı qancha oldu aka? 40 ming oldu. 40 deydi. San qancha oldu aka? 110 oldu. Çoğun sağ. Sizniki aka? Qancha oldu? 180 bo'ldi. Eko 180 oldu. Şul menen aldığınqı 180 oldu. Qancha oldu aka buna? Bunacın. Satılmadı mı? 30 yarım. Urg'a chiqqan 30.500 bo'libdir. Ukam qancha oldu bu qisir? 55. O'shay. 55 bo'ldi shu. Bunacın. Qancha bo'ldi? Qancha oldu aka? 48 deysizmi? Bulcha? 28. 48-28 bo'lib turdi dostlar. Tuğan qancha oldu bular? 75 60. 75-60 bo'lib tur eko. Ekodan qisir ekan. Mınaki dostlar biz bugün bazar o'zindagi chiqaverishdagi satılgan realdo uylarning bahasini tartdik. Şunu men bugungi ko'rsatuvni jeyindiqdayız. Keyingi bazarda uşul günü uşul jerde dagı ulantабыз. Андыктан сиздер бардыңыздар, биздин каналга жазылып, лайк басып, комментарий жазып, бизди колдоп туруңуздар.